Tak do'stlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan yana Layla 23 kanalida, Aviator prognoz kanalidamiz o'rtoqlar. Bugun yana Linebit kontorasida почти $1200 balans qilganman. Shu $1200 balansni normal balansga ko'tarishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, eslatib o'taman, bizning promo kodimiz Layla 23 promo kodi. Takishoni bossanglar, bu Telegram ссылкам описанияda saqlanib qoldirilgan. Bemalol o'tib bazob olishingiz mumkin. O'tda sizlarga kibersport, sport o'yinlariga kuponlardan tashqari aviator uchun signallar berib boraman. Qiziqadiganlar bo'lsa bemalol o'tib olishingiz mumkin. Bilasizlar, YouTube kanalim yangi, maksimal podдержкада bo'lasizlar degan umiddaman. Bo'lmasam, Linebit kontorasiga ketdik do'stlar. Tak, birinchi o'yinimizni Fruit kokteyldan o'ynashga harakat qilamiz. Iloji boricha Fruit kokteyldan yaxshiroq balansga ko'tarishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Tak, balansimizdan kelib chiqqan holatda qanchadan tikamiz? 800 mingdan, yo'q. 750 mingdan tikamiz. 4x, 5x larni o'yni. Oy, yaxshi yomon emas. Endi tushiramiz do'stlar. 5x dan keyin 85 mingga. Tak, 4, 5x larni o'yna bersa ham normalni ko'tariladi demoqchi edim. Kirganimizda, misol uchun 5x choqqillab berdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tak, davay, ozgina o'yin holatini chalg'itaylik. Keyin balansni yana ko'taramiz. Ko'tarsak bo'ladi endi. Go. Bitta yana o'nlar choqqilab borsa, vashshi zo'r bo'lardi, ikkilar. Davay, bitta, пожалуйста. Yana ikki, yaxshi zo'r chiqamiz. Lekin bundan oldingi bergan koeffitsient yaxshi koeffitsient edi. Mayli. Xo'p. 106 mingdan ketdik. 3, 5 koeffitsient. Davay. 2, 3, 4, 5 dan keyin ko'taramiz. Oy, 5 dan keyin ko'taramiz ham 5 koeffitsient choqqillab qo'yapti. Yo'q. Oy, orqamga ketdilaydi. 5 lar qoqib tashladi do'stlar. Oy, chiqamiz o'rtoqlar. Zo'r berib tashladi, hech gap yo'q. Tak, endi skiller klubdan iloji boricha balans ozgina yana ko'tarib olishga harakat qilamiz. Tak, maksimal podдержкада like, kommentariyani ayaymizlar degan umiddaman do'stlar. Sizlarni podдержкanglar bizani rekomendatsiyaga chiqishimizga ancha yordam bo'ladi. Xabaringlar bor. Tak, imkon qadar davay, imkon qadar qancha sizlar podдержка qilib tursanglar, biz shuncha rekka chiqamiz o'rtoqlar. Voy, Peter, to'rtta olaman degan edim. Tak, davay endi. 2, 3, 4. Vashshi 4-chi kartani bermayapti do'stlar. Davay endi. Oy. Shunaqasi ham bo'ladi, nima deysizlar endi. Davay, ketdik badetdanatga strategiya bo'yicha. Tak. Katta summadan tikib yuboraman, bayli plyusimga ishlab berdi. Xo'p, 4lar va 3lardan keyin yaxshi beradi. Xo'p. 2, 3, 4, 5, 6. 10% dan go. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi men ishidan xuddi shu taktika bo'yicha ketamiz. Yaxshi, 1.300.000. Bitta choqqillasa, Shakarsan Abdullajon bo'ladi. Gap yo'q. Chotki berdi. Balans indamagan holatda 19 million. Xo'p, Crash Points'ga kiraylik o'rtoqlar, qanaqa berayotgan ekan. Bundan ham ozgina balans plyus qilib chiqsak, o'zimizga yaxshi bo'ladi. Tak, qizildan keyin yaxshi tikmaganimiz ham yaxshi bo'pti. Mana bunaqa qilamiz. Risk jinnisini qilamiz o'rtoqlar. Bunaqa riskni umringizda tushingizda ko'rmagan bo'lsanglar kerak. Ozgina odam risk bilan o'ynab tursa, cho'ntagiga normal soqqa kelib tushadi. Tak, xo'p, yomon emas. Bu yog'ini esa qo'rqmagan holatda qizilga qo'yib yubormoqchi edim, ammo lekin biroq 5 koeffitsiyentda uchib ketib qo'ya qoldi. Davay. Bizani sharmanda qilib qo'ymasa shu yerda bo'ldi. Maqtaganim o'zidan ketib qolmasa bo'ldi deydi-yu. Yaxshi, zo'r chiqamiz. 21.326.000. Yomon emas, yaxshi beryapti do'stlar. Xo'p, bizani yaxshi ko'rgan o'yinimiz qani? Tak, mana vampir.
bundan ham bitta qoqib chiqsak zo'r bo'lardi. Xo'p, balansimizdan kelib chiqqan holatda tikaman o'rtoqlar, javnaqa pas emas. Tak, 450 500 shunaqa qilib tikamiz. Tak, bitta shu summadan bizga respin tushib bersa, vashsha zo'r bo'lardi yoki skater deyman. Mana bu X'lari ishlab bersa cho'tga ketadi. Tak, ko'taramiz 850 ga. Davay. Dagon qolgan 2x'li summadan kelgan o'rtoqlar. Qo'rqmagan holatda o'ynaymiz 3x. Yomon emas. Lekin unaqa yaxshi koeffitsient ekan bizlarning minusini pulimiz orqada hozircha minusda. 5x zo'r, gap yo'q. Shuni kutgandim do'stlar. Shuni kutgandim. Davay yana ketdik. 200 ga tushirdim. Endi ko'taramiz. Tak, 650 500. Davay, bitta choqilib bersa zo'r bo'lardi o'rtoqlar. Davay, bitta bervar. Bitta yana. Oy, men senga dedi. Ko'nglim sezdida do'stlar berishini. Ko'nglim sezdi. Davay, bitta. Yaxshi, zo'r. 38 million choq. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. 40 qilamizmi shuni do'stlar? 40 qilib keyin to'xtatsak ham bo'ladi. Davay, ketdik. Tak, еще va bu yerda majburimiz. Yaxshi. Davay, bitta, пожалуйста. Voy, bitta, пожалуйста. Please. Yaxshi. Hop, tushiramiz 150 ga. Tak, davay. Yonmay-yor. Faqat bizga g'alaba kerak. Hozirgi holatda mag'lubiyat bizning kerak emas. Bitta g'alaba qilib bersa, marra bizaniki o'rtoqlar. Davay, endi shu summadan davom qilishimga majbur qilmagan. Davay. Zo'r. Tak, 75 ga tushirdim. Bitta еще va bizda yana g'alaba. Tak, 3.950 bo'ldi. Tak, yana davom qilamiz. Davay. 300. Hop. Yaxshi. Tak, 3.959 ming, yana bitta shu summadan g'alabasi zo'r bo'lardi. 3.989 ming. Tak, davay. Hop, voy. Davay. Tak. 3 million 900 deb yotaman. 39 million demoqchi edim. 39 million 967 ming. 39 million 967 ming bo'lsa, tak, 45 qilaylik. Davay, Peter 21 berarmikan? Yo'q, 90. Tak, majburmiz. Yaxshi, 40. Zo'r, gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Tak, do'stlar, eslatib o'taman, bugun Linebet kontorasida o'ynadik va bu kontoramizning yangi obnovleniya bo'lgan versiyasi Telegramimda bor. Tak, YouTube'imda Telegram kanalim silkasini ustiga bitta bossanglar, avtomatik tarzda kirib ketadi Telegramga. Bu yerda barcha bookmakerskiy kontoralarning yangi obnovleniya bo'lgan versiyasi bor va undan tashqari men bunaqa prognozlar berib turaman o'rtoqlar. Aviator uchun qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishi mumkin o'rtoqlar. Xo'p, eslatib o'taman, sizlar bilan Leyla 23 aviator kanalida bo'ldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman.